Men Toshkent viloyati Parkent tumanida yashayman. Ismim Dilnoza. 2008-yilman. Xo'p, maktab bo'yicha murojaat qilmoqchiman sizlarga. Meni maktabim 8-sinfdaligimda 27-umumiy o'rta ta'lim maktabidan 8-sinfda o'qiyotgan vaqtimda 2-soat darsdan kelib chiqarib yorib, maktabdan chetlashtirilganimni aytgan menga Muqaddas, ismi Muqaddas opa, o'sha maktabni direktorining o'rinbosari. O'zi bu maktabda direktor ishlamaydi, faqat o'sha Muqaddas opa ishlaydi. Maktabdan chetlashtirilding, qarochi chiqib ketasan degan. O'shandan keyin meni tabelim, dokumentim, hamma narsamni maktab yo'qotib tashlagan. Men huquqiga ta'sir qilganmishman o'quvchilarni o'sha vaqtda. Chiqarib yorishgan. Shu bilan qaytib maktabga bormaganman. Rayonadan, maktab rudidan, maktab milisalaridan hamma harakat qilib ko'rgan. Hech kim o'shandan keyin qaytib maktabimni tiklab bermagan. Parkent tumanining rudisida Ziyod degan odam ishlaydi. Men bu yoshlar bo'yicha qaraydigan, familiyalarini bilmayman, shuning uchun to'liq aytolmayman ularni. Menga bu yil 7 sentyabrda o'qiysan, dokumentingni tiklab beramiz, o'sha testdan o'tasan hokimiyatdan kelib. Xo'p, men o'qidim, bordim. O'zi shundoq ham tabelim o'sha o'qigan vaqtimgacha ko'rsanglar, hammasi 5, 4, 3 umuman unaqa yomon baho olmaganman men. Hammasini o'qib olganman. Kelishgan, shunaqa bo'ldi deyishgan. Qarochi bordik, imtihon shu bilan yo'q, Ziyod aka telefonni ko'tarmadi, maktabimni to'g'rilab berishmadi. Keyin shu bilan 25-mayga mayli dedim, menga dokument kerak emas, o'qib degan narsa beraveringlar dedim. 25-maktabda o'qirdimda, o'zi oldin 8 yil 25-maktabda o'qiganman. O'sha maktabdan chiqaman dedim. U maktabga bordik, xo'p qabul qilishdi, u yo'q, mana shunaqa bo'ldi. Keyin u maktabdagilar aytibdi, men ketganimdan keyin oldidan rayonadagilarga go'uz tashlagan. 27-maktab o'zini jalab qizini 25-maktabga olib kelib tiqyapti deb. O'sha Otabek aka, direktori, xuddi shunaqa go'uz tashlagan. Bu gapim isbotlanadimi, yo'qmi bilmayman, lekin men o'sha narsani ko'rganman, rostdan shunaqa go'uz tashlaganini men eshitdim. Jalabini olib kelib bizga tiqyapti degan. O'sha maktabning direktori meni jalabligimni isbotlab bera oladimi? Keyin 27-maktab o'sha Muqaddas opa men dokumentimni qanaqa qilib hal qilib beradi bilmayman, lekin menga dokument kerak, dokumentimni hal qilib bersin. Chiqarib yorishgan, hamma harakat qilgan, hech kim to'g'rilolmagan. Nima qilish kerak bunga? Men hamma joyga borib ko'rdim, rayonni, rudi, hech qaysi biri yordam bermadi. Shuning uchun Instagramga qo'yishga majbur bo'laman bu narsani. O'sha maktab ustidan qaraydigan kattaroq o'sha Toshkent shahridagimi, o'shalarga murojaatim men. Men bunaqa video olsam, boshqa qilsam, darrov yetib keladi. Ya'ni qahramon pressmi bir nimalar yozadi, boshqa qiladi-ku. Meni bu yoqdagi ishimni ham hal qilib beraylik endi. Men sizlar negativ yozib. Bolajonim bilan. Bolajonim. Oo. Onasi ham ko'p. Kim mani onam? Qaysi ona yaxshi? Eng yaxshi onangni ayt. Sevinchga bor. Yana. Miyagul, Sabrina bor, juda ko'pchiliklar. Vasilichka bor. Komment yozadi, qara xolos. Ichidan eng zo'ri kim? Eng zo'rimi? O'zimga o'zim zo'r. Mana bizga yangi darvozabon keldi. Uni ismi Javi Navarro. Qani yaxshi sevlar qilsa, uni komandaga olamiz. Uni sevlar yaxshi ekan, endi buni komandaga olamiz. Chutki bo'ldi ekan. Men chizdingmi? Ha, rasmini chizdirdim. Ko'rsatchi. Ayol. Ha. Sen buni olasan.